Akalar mana Qirg'izistonning qo'chqorlari zo'rlaridan keldi, gullaridan, qarang, monchoqlaridan. Videoni oxirigacha ko'ring. Afg'ondan bor, akalar Qirg'izistonnikidan bor, Hisorlardan bor, zo'ridan kelgan. Assalomu alaykum, hurmatli bozor olami kanalining muxlislari, aka-ukalar. Bugun biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devotex yonidamiz. Po'latjon ukamizga yangi partiyalar kelgan, assortiment hamma zotdan bor ekan. Bugun hafta kuniga seshanba 31-mart 2026-yil. Xudo xolasa bir 200 boshga yaqin qo'ylar bor. Videoni oxirigacha diqqat bilan ko'rasizga umiddamiz. Chiroyli qilib narxlarni yoritib beramiz. Qo'chqorlarni qarang. Urug'qa naslga olaman deganlar hozir oling aka. Xudo xolasa pachli go'sht narxiga bichib yuboriladi. Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Charchamasdan sog'lomsiz? Rahmat. Sizimizga? Obunachilarga ham salom. Sizimisiz? Rahmat aka. Mo'g'ullar ham chiqadi aka. Vaqti dahshatlari va qoralarni, kashtallarni naslga, go'shtga, yengil marosimlarga yaraydiganlari bor. Birinchi mana sariqlardan boshladik. Xudo xolasa zo'rlarni. Qo'zimi bular, Po'latjon? Aka, qo'zi hali bular. Qarang. Rangini qarang. Nima deyapti? Mana yosh. Mana qo'zi aka, tishlar orasini endi ochibdi, ha? Yana 1 oy 1,5 oy bag'da buzadi. Qo'ylar jundan olingandan keyin hozir turishi ham aka 85-90 kilo. Hozir tirik vazni, ha? Nechta bundan hozir? Hozir buni soni 12 dona. 12 bosh. Bo'ylari ham o'zi 90 ga yaqin shekilliga, 85 bo'ladi. 85 plus minusga beraveramiz. 85 plus minus. Bir dona kichkinasi bor. Mana u kichkina, ha? Ha. Dumbalar ajratilgan. Biz urug' boplari ajratilgan bular. Mashalloh. Aka mana bitta ikkita oladiganlar telefon qilavering, xudo qolsa chiroyli yetkazib beradi. Cho'laq, pulaq, qo'tir-mo'tir bosmagan ekan. Hammasi eng zo'rlari ekanda jonivorlar. Yeb ichishga garantija beriladi, ha, Po'latjon? Bir hafta sinab olishaveradi. Bir hafta sinashga beriladi. Afg'onlar sog'liqlaridan ham bor. Yana bola yo'q afg'on hozir, ha, yo bormi? Afg'on bola bor, bir 4 ta 5 ta bor. Bormi? So'raganga video qilib tashlab beraveramiz, ular chiqarmaymiz. Yo'q. Bular qancha deymiz Po'latjon bularda? Hozir aka bular bo'lishini aytavering. Ha, qo'lga tegishini aytavering, aka. Hozir Qo'lga aka tegishi optim oldim deganimga 8 million so'mdan qilib beraman. 8 dan. Ha. Optim oldim deganga 8 million so'mdan ekan. Kelar hammasini bir joyga olsa. Samarqandgacha olib beraverasizmi? Olib beraman. Endi tanlab olsachi urug'qa bittami endi bitta zo'rini olaman, tanlab olsa ikkita 9 millionga tanlab olishaversin hozir aka. 9 milliondan, ha? Ha. Hali $1000, 10 million bas. 9 milliondan tanlab olsangiz bo'lar ekan, kelar. Ha. Mashalloh. Mana mashina qo'ylar ko'ryapmiz. Mana. Razrezni qarang mana. Zo'r ekan mana shu qo'yim, ha? 1,5 2000 deyishyapti, mashina qo'ylar. Gap yo'q, mana qo'ylarni qarang. 15 ta dedingizmi yo 10 ta? 12 ta. 12 ta hammasi bir xil yoshda tish buzishga yaqin zo'rlar ekan, lekin tavsiya qilaman, menga yoqdi qo'ylar. Oling, xudo xolasa qo'ylarga naslga qo'shasiz. Qo'zlaringiz juda katta bo'lib qo'ygandan keyin boladan ajrashib keyin qo'shaverasiz. 8 million so'mdan bir joyga, Bir joyga hozir. hammasini olganga bir joyga ketadi. 9 milliondan tanlab ichidan terib olishingiz mumkin ekan. Kichkinarog'ini olsangiz yana arzonroq bo'ladi akalar. Mana akalar qora kashtallardan so'raganlarga urug' boplari akalar mana 15 dona, xudo xolasa zo'rlari. Qo'za bular ham Po'latjon? Qo'zi hozir aka hali. Qozoq sorlar akalar mana. Qo'ylar qarang aka nima deyapti qo'ylarimiz. Meni oling deyapti. Qo'ylar hozir aka. Yomon dik ekan qo'ylar. 15 ta? 15 dona. 15 dona akalar. Naslchilikka olaman deganlar bo'lsa, xudo xolasa zo'rlar ekan. Mana tulavoribdi jonivorlar. Qo'ylar qarang, baliq qo'yapti, ehtiyot bo'ling. Mana qarang. Qarang hozir aka. Tim qora. Mana tishlari. Tish buzishni boshlayapti. Tish buzib boshlabdi, kelib qolibdi tish buzishga. 15 ta oldi tish buzibdi akalar. Qancha qo'yib berasiz bularni endi? Hozir aka, ularni optim olgan odam 7,5 million so'mdan qilib beraman. Bo'ladigani. Ha. 7,5 milliondan Samarqandgacha borami? Olib beramiz. Tanlab olsa-chi? Tanlab olsa hozir aka plus minusi bor. Ha, qo'ylar akalar. Ular sheriklardan zo'rlari ajragan akalar. Dumbalari, kalla boshlari, quloqlari zo'rlari ajragan. Qarang, bitta junni olib qo'ysangiz buni. Qo'ylar qarang. Chiqaradi. Mana. Tok. Bo'ylari 85 chiqadi, ha? Chiqadi hozir aka. 85 cm atrofida bitta baldag'i bordan ham bor ekan, qarang. Go'shti qarang, qo'ydi. Kallasi ham juda katta ekan, nima qilardi? Qo'ydi ham qarang-da. Qovurg'ali qo'ygan. To'shini qarang.
7,5 milliondan. Ha? 7,5 million so'mdan hoji aka. 7,5 million so'mdan bir joyga Samarqandgacha yetkazib beriladi. Tanlab olsangiz ichida aqabaqa bo'lar ekan. Kelishasizlar xullas akalar 15 dona. Hoji aka taroziga ham tortib beraveraman. Bularni-ya? Ha. Qanchadan? 85 mingdan tortib beraman. Taroziga shu holatda optimga, ha? Optimga. Urug' bop ekan 100 mingdan demayman. 85 mingdan optimiga. Go'shtni narxida. Ana aka, oling. 85 ming so'mdan optimga taroziga ham tirik vaznga qo'yib beriladi. Aloqaga chiqib olasizlar. Mana akalar katta partiyadan olaman deganlarga yengil ehsonga, marosimlarga, aqiqalarga yaraydi akalar. Semiz qo'chqorlar. Nechta bu, bolajon? Mana 55 ta son. 55 ta. Ular uzunligini qarang. Semiz. Yemni yaxshi yegan ekan qo'ylar, ha? Semiz ekan. Hoji aka, qo'yda oldi 95 kilo. Oldi, ha? Oldi. Tirik vazni, ha? Tirik vazni. Oldi akalar, shu kattalari 95 kilo ekan. Xullas 75-80 dan 90 gacha ekanda, ha? Ha, hoji aka. 55 ta, bular ham qo'zi tish buzishga yaqinlashib qoldi, tishni ham buzib Oldi tish buzgan. Oldi ikki tishga chiqqan akalar. Yana qurbonlikkacha boquvchilarga ham tushadi. Hozir arzonligida hoji bolamizga olib berib qo'ysangiz, uyda po'choqlarni ikkita olib qo'ysa, xudo xolasa. So'yib ham beryapsiz hoji aka bular. Bularni-ya qancha so'yib beryapsiz? 135 dan 140 gacha. 135 dan 140 gacha. Qarang. Ha, bulardan taroziga tushadimi? Tushadi hoji aka. Qanchadan? Optim oldim deganga 81 mingdan tortib beraman. Mana akalar. 81 ming so'mdan taroziga tirik vazniga aka. Qimmat, to'g'ri kelmaydi taroziga oling mana. 81 ming so'mdan bunaqa narxda hozir hech kim qo'ygan yo'q lekin 85 dan kamiga qo'ymayapti. Bolajon lekin urug' bobni 85 ga qo'yib berdi, go'sht bobni 81 mingdan. Oyog'iga qanchaga bera olasiz? 6 million 800 dan qilib beraman hoji aka. 68 dan, ha? 6 million 800 mingdan. Bir joyga olinsa 6 million 800 ming so'mdan qo'yib berishar akalar. Shoxli ham zo'r ekan, shu dumbalari ham, ha? Qo'ydi eng yoqqani mana shu. O'zi eng tez semiradigan shuda, men shoxli qo'y yaxshi ko'raman o'zim. Qurbon hayitga tavsiya qilaman. Hoji aka, misol kami 10 ta olgan odamga, ichidan tanlab oldim degan odamga 82 ming so'mdan qo'yib beraveraman. Ha, taroziga, ha? 10 ta ichidan xohlagan tanlab oladi. 82 mingdan taroziga chiqqaniga pul sanaveradi. Chiqqaniga pul sanaveradi. Qassob akalar ham kelishaversin. Qassob akalarimizga 135 mingdan 140 minggacha so'yib berilyapti ekan. Oyog'iga 6 million 800 ming so'mdan bir joyga. Ichidan bunday tayoq tajab 10 ta bo'lib olsam 68 dan ketaveradimi? Ketaveradi hoji. Tanlamasdan? Tanlamasdan. Tanlamasdan o'zim ketadi. 55 ta ekan akalar mana. Yemini yeb turgan arriq qo'ymas akalar. Hammasini ham ehsonga marosimga so'ysangiz yaraydigan narsalar. Xudo xolasa yana hech qancha qolmagan shu 100 kun boqsangiz tirsillab ketsaga tishni buzib rostmana tosh bosadigan bo'lib boradi. Mana qo'ylar. Qashqalari ham bor. Ichida bitta oqi, ikkita, uchta sarig'i bor ekan. Xullas keling ishingiz bitadi akalar. Sog'lom qo'ylar. Cho'loq qo'tir bosgan, dumbalari qo'tir bosib ketgan qo'ylar emas. Hammasi chiroyli. Charchog'i bor ekan qo'ylar jicha. Qo'ylar charchog'i bor hoji aka. Charchog'i bor ekan. Qo'ylar lekin zo'r, yeb ichishiga garantiya beriladi. Oling mana 81 mingdan qarang etlarini. Bir joyga akalar taroziga olsangiz, mana shuni zo'r foyda qilasiz aka. Mana. Laytni mixlab qo'ydi, buni qo'ydi, baquvvatligini qarang. Ay maşallah, zo'r ekan mana shu qo'y ham. Afg'on so'lovlar akalar mana. Oyoq qo'llari uzun afg'on so'lovlar. Bular bo'g'ozmi, nima, qisirmi? Hozir 50 beramiz ularni. Qochgani ham, qochmagani ham bor-da. Ha? Padvo pros ekan. Lekin qo'chqor yurgan ichida. Nechta soni? 18 dona. 15 ta oqi bor ekan, ha? 15 ta oqidan 3 ta qorasidan qorasi bor ekan. Shu afg'on sezon ham tugayapti hoji aka. Qo'l sezon o'tib ketilyapti endi sekin, ha? Afg'onlar o'sha hamma avvalda endi qo'l sezon boshlanadi. Bular yoshi qanaqa? 4 tish 6 tish hoji aka. Bo'ylaricha? Bo'ylari 85 plyusga beraveramiz. 85 plyusga beraveradi. 4 tish 6 tish. Soni 18 dona. Nuqsoni yo'q, ha? Yo'q, ayb nuqsoni yo'q. Bir hafta nuqsoni yo'q. Sinab ko'rib olishaveradi. Qancha deysiz bu narxini? Hoji aka, buni 1000 dollardan qilib beramiz. Bo'ladigani. Bo'ladigani. 900 dan 950 bo'lmaydi. Yo'q. 1000 dollar bo'lishi. Hammasini olishsa hoji aka, xayriga o'tib beramiz buni nima? Bir joyga olsa, ha? Ha, bir joyga olishsa. Bir joyga olsa. 1100 dan savdo bo'lganlari bor ichida. Buni ichida, ha? Qarang mana hoji aka 4 tish. Shu endi to'libdi. Tanlab olishga 1100 dan savdo. Qo'yda olib jicha yemlab turib, misol hoji aka qo'chqor zo'ri bo'lsa qo'shib qo'ysa, qo'chqor zo'ri bo'lsa hoji aka. Hoji aka musobaqaga qarang. Menga rosa yoqadi. Quloqlari. Kalla ham zo'r ekan-da. Mana yoshi ham qari emas hoji aka, 6 tishga endi to'lyapti. Ha, 4 tishdan 6 tishga o'tdi. Zo'r ekan mana shu qo'y ham, ha? Qulog'ini qarang, shalpon quloq. Prosta eti dumbasi yo'qligiga ko'rinmayapti-da. Qo'y zo'r ekan haqiqatan. Bular 1000 dollardan bo'lsa bir joyga
ozgina xayri bilan o'tib beriladi, tanlab olishga kelishadigan joyi bor. Soni 18 ta. 18 ta. Soni 18 bosh akalar. Afg'on so'raganlar jo'natib qo'yamiz. Akalar Afg'onni qo'zlardan ham qolibdi, mana qo'chqorlardan qarang. Go'zallaridan. O'zim Mashalloh. tarbiya qilaman deganlardan hoji aka mana. Arashan sog'lig'ingiz bo'lsa qo'shayman shularda aka. Bo'yni, svetni beradi bular, qarang, rangni. Qarang, yurishini qo'ylardi. Tikka hammasi. Dumbalari ham chiroyli ekan. Qo'zi, xudo xolasa akalar tish buzusiga yaqinlashib qolganlardan ekan. Bular ham, ha? Kelibdi-dan sho'ylik. Bo'ylari necha chiqadi? 85 balandroq katta ekan. U 90 plus katta hoji aka. 90 plusmi? Mana qarang aka. Bu 90 plusmi qo'y. Qo'yib olibdi o'zi. Mana shu 90 plusmi? Ha. Tonni yechatdi ekanda. Mana. O'zi tulayapti aka, qarang. Mana qarang. To'shdi qarang buni. Orqalarini ham ko'rsating shu qo'yni. Dumbalari ham aka, mana. Buni razrezi ham bor ekan ozgina. Mana hoji aka metr. Mana hoji aka. Mana. 90 baland ekan bunisi. Ha, ulardan o'lchab Hech kichinasini o'lchaymiz bilinadi. 85 baland ekan bu. 88-89 hoji aka. Qancha bo'ladigan bular? Hoji aka uchovini olsa bitta joyga 1200 dollardan. 3600 dollar. 1200 dan 3600 bo'ladigani. Bo'ladigan. Tanlab olsa-chi? Tanlab olsa mashinasini o'zini 1400 dollar savdo bo'ldi, kattasi. Kattani o'rtada edi. Kattani o'zi. 1400 ga berilmadi. Berilgan yo'q. Uchalasini olsa 1200 dan. 1200 dan. 3600 ga berilgan ekan. Buxorogacha dastavka qilib beraman. Buxorogacha dastavkasi ichida. Telefon qilaverasizlar mana. Zo'r ekan akalar, bunaqasi kam keladi lekin olib qo'ying. 3 dona. 3 dona qo'zi, qo'chqor. Qo'zilarni, so'liqlar qarang, zo'rlardan kelibdi, so'liqlardan. Qirg'izistonniki hoji aka. Ular Ha. hammasi jumdan zo'r chiqibdi. Bir dona qo'chqori bor ana shu opa. Bitta qo'chqor, qolgani 6 ta so'liqmi? 6 ta soliq. Yoshlari ham zo'r hoji aka. Qanaqa yoshi? 2 tish, 4 tish. 2 tish, 4 tish. Ha, bir dona 6 tishi bor. Bola oladigan, bitta 6 tishi bor ekan, qolgani 2 tish, 4 tish, bitta qo'chqori bor. Qo'chqor nima? Qo'chqor qo'zi ham. Qo'zimi hali? Tish buzmagan. Bo'ylari 85 chiqadi, so'liqlar. Qancha qilib berasiz endi? To'xlisi ham bor sog'liqda. Qorami? Ha, qora. Ha, mana. Narxi xudo olasa yengil. Mana dumbasi, razrezi, o'ta go'zal ekan. Kiyik ekan, ular kiyik ekan. Mana, uzoqdan olyapmiz, 7 metr, 7 metr uzoqlikdan. Bo'laja qancha qilib berasiz bularni? Hoji aka, bir joyga olsa 6 million so'mdan qilib beraman. Bo'ladigani, ya? Bo'ladigani. Qo'chqor ham ichida. Qo'chqor ham ichida. 6 million so'mdan. G'ubor yo'q ekan qo'ylarda akalar mana. Qanaqa chiqibdi qo'ylar lekin. Olib mana qo'chqor agar qaragan bo'lsa qochdi. Oldi yilidan qo'zigan ham bor ekan lekin, ha? Ha, unisiga garantiya beramiz bo'g'ozlik. 50 ga 50 hoji aka. Qo'chqor yo'q. Mana mana shu qo'chqorimiz bilan turibdi. Buni ya? Mana shu bilan turibdi akalar. Katta qo'chqor bilan. Hoji aka 4,5 millionga belgisiz qo'zini ham sotishyapti. Shunaqa 4,5 million zo'rini masalan shal kattalarni 4,5 million oshirib qo'zi sotilyapti. 2025-26 ni qo'zilari. Oling mana uni aka. Dolasi narxi yengil, 6 million so'mdan bir joyga. 6 milliondan bo'lsa ketdi bir joyga. Qo'yib o'sida tanlab olsangiz endi kelishasiz. Sog'liqdagilar noyabidan tegib quloqda qarang, quloqda. Quloq 20 plus hoji aka. 20 pilo bolasini qulog'ini qarang aka. Nima bolasi? Qo'chqorcha. Qo'chqorchami? Nechinchi tug'ishgani? Tishini 3-chi bolasi hoji aka. 3-chi bolasi. Mana aka. Quloqda qarang sog'liqda, Qo'chqor zo'ri bo'lsa mana qo'shasizda endi borib. Bolani zo'r boqadi qo'y. Qanchaga berasiz buni? 1000 dollar bo'lsa beramiz. Bo'ladigan, ya, taqalgan, ya. Taqalgan. 1000 dollar ekan qo'zisi bilan akalar. Mana. Qo'chqorimiz ham bor, udarida. Zo'ri ham bor hoji aka. Qo'chqor qo'shib. Dumba razrezi qarang, bir xilda keyin akalar razrezi. Yoshi ham zo'r. Qarang hoji aka mana. 8 tish yo'q, qaramas. 2 tishdan 4 tishga o'tyapti ekan, endi nimchor ekan, ha. Bo'yi ham akalar 95 baland ekanda, bo'yi ham. Qo'chqorda qarang. Qancha qilib beramiz buni, bo'ladigan? Buni telefon qilishaversin, kelishamiz hoji aka. To'shdi qarang, mashalloh. Mana qo'chqor aka. Zo'ridan deganlarga jo'natib qo'yamiz, ha. 1000 dollarga buni kelishamiz deyapti, telefon qilaverasizlar. Ammo qo'chqor gap yo'q ekan akalar. Razrezini ham qarang. Go'zal narsa ekan. Ishqozlar jo'natib qo'yamiz. So'liq ham akalar olib qo'ying mana. Xudo xolasa qo'zidan chiqib ketadi buni qo'zisidan. Qo'zilarimizdan ham bor ekan akalar mana. Yosh qo'zilardan 3 oylik, 3,5 oylik hoji aka. 2,5 3 oylik atrofidagi qo'zi qo'chqorlar. So'liq ham bormi ichida? Bor, solig'i ham bor shu ichida, mana qo'chqorlar. So'lig'i ham bor.
Nechta bitta soni hozir? 32 ta hoji aka. 2 dona. 32 dona. 32 dona. Sog'lig'i nechta dedingiz? 3-4 ta bor. 3 ta 32 boz 3 ta ichida sog'lig'i bor ekan. Qolgani qo'chqor ekanda. Qo'chqor. Sog'lom hammasi. Hammasi sog'lom. Yebisi joyida. Manqa yo'tal chuchkurgani. Mana sog'liqcha bor. Chuchkuradi, emas kasal yo'q Mana ekan. shuni sog'liqcha. Bitta qora ham bor ekan, keyin sog'liqlarda. 3 ta 4 ta bor xolos sog'lig'i. Qanchaga berasiz endi bu lolalarda? Hoji aka bular bir joyga 3 million 200 mingdan qilib beraman. Bo'lishi ha? Bo'lishi. 32 dan. 3 million 200 ming so'mdan ekan bo'ladigan akalar 32 tasini olganga. Tanlab olsa kelishadi endi. Kelishamiz tanlab olishsa. Tanlab olishga kelishadigan joyi bor ekan. Mana. Yosh, barra, qo'zi olaman deganlari bo'lsa telefon qilaverasiz. 32 bosh. Hammasini olsa o'tib berasizmi icha? Hammasini olsa xayrini qilib beraman. Xayrni qilib berasa, bir joyga optim olinsa xayri bor ekan. Telefon qilaverasiz. Hozir yana 2-3 ta sal kattaroqlari ham bor, ha? Ha, bir 5-6 ta bor. 5-6 ta kattarog'i ham uni ham ko'ramiz akalar mana. Juni olinganlar ekanda bular, ha? Ha, yosh oyligi ham kattaroq hoji aka. 5 ta Oltilar. sog'liq, bitta qo'chqor. 5 ta sog'liq, bitta qo'chqor. Ha, bo'ylari Bir 70 devam beradi. Bo'ylari 70 atrofida. Bitta qo'chqorchasi. Qo'chqorchasi bor ekan, 5 ta sog'lig'i bor ekan. Baqiravermaydi. Qancha bular narxi? Hoji aka 3 million 800 dan qilib beraman. 38 dan. 38 dan. Oling mana akalar, tezda katta bo'lib qoladi mana shular mana. O'tni yemni bemalol yeydi. Uni qarang. 3 million 800 ming so'mdan. Ha? 3 million 800 mingdan. 3 million 800 dan dastavkasi bilan Toshkentgacha boradimi ya? Boradi Toshkentgacha. Toshkentgacha yetkazib beriladi akalar. Ammo zo'r ekan, tavsiya qilaman, oling mana shuni olib qo'ying. Boqqa tashlab qo'ysangiz katta bo'lib qoladi. Ertak qo'zilar hoji aka bular. Ertangi qo'zlar, ha. Shu sog' bo'ylar hamma ishlariga yo'llab baraka bersin. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasiz ko'rishguncha.